Ushbu obyektimizga polni hamma расходini ichida 38 million so'mga bitkazib berdi. O'kala Qo'qonda joylashgan obyektimiz. Siliflari, galagallari, alkafon, darvozaxonaga ketadigan alkafonlari, polni hamma narsani o'zimiz olib kelganmiz. Ukamiz Rossiyadan turib bizga zakaz qilganlar. Ishimizni ko'ringlar, okalar, baho beringlar, yo'qsa bitta like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Like bosishdan chiqmasin, lekin shuncha xizmatimiz, mehnatimizni qadrlagan holatda like bosib qo'yinglar. Ishimiz arzisa agar likeinglarga. Ushbu obyektimizda alkafon stildagi high-tech ishlarimizni qilib berdik. Qo'qonda yakuniga yetkazdik bu obyektimizni. Ko'rib turgan joyinglar mana ustirmalari, oldi shapkalari va ko'cha tomonidan orqa shapkasi va darvoza xonasi polni mana siliflargacha bitkazib, o'kala mokriydan siliflarni qo'ydi, oppoq rangdan patolarni qilib berdi. Tunkafondan 0.4 qalinlikdagi tunkada mana shunaqa chiroyli ko'rinishda qilib berdik. Juda ham chiroyli chiqdi. Xudo xolasa ishimiz har doimgidek ko'rib baho berib qo'yasizlar, o'kala. Ishimiz yoqsa bitta like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Qo'ng'iroqchani bosib qo'ysanglar, yangi qo'ygan videolarimiz birinchi bo'lib Xudo xolasa ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Hop, ushbu obyektimizga jamida mana shu ko'rib turgan joyinglar mana 38 million so'mga bitdi. Polni hamma расход ichida. Darvozaxonamizni hozir ko'rsataman. Alkafonlari yo'q, nerjeveykalari yo'q, tunkafon, latolari hammasi bo'lib 38 million so'mga ushbu obyektimizni polni bitkazib berdi. Ukamiz Rossiyadan turib bizga zakaz qilganlar. Xudo xolasa hech nimaga ovora qilmasdan uyga hamma narsani o'zimiz olib kelib, podmozli leysalarini qishurib, tunka hamma расходini o'zimizdan qilib 38 million so'mga mana shu obyektimizni mana shunaqa ko'rinishda, ajoyib ko'rinishda qilib bitkazib berdi. Bu tomon ustirmasi ozgina kattaroq, bu tomonniki ozgina kichikroq. Burchaklariga o'kala e'tibor berib qo'yasizlar. Juda ham chiroyli chiqdi, xudo xolasa. High-tech stil bu modasi umuman o'lmaydigan fasonlardan. Hozirgi kunda trendda bo'lib turibdi bu oppoq fasonlarimiz.